Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'ruvchilar. Navbatda Erkin Osiyo radiosi Gulchehra Washingtondan ma'lumot bermoqda. Men hozir Washingtonga joylashgan Xitoy bosh elchixonasining oldidagi namoyish maydonidan sizlarga ma'lumot berib turibman. Ko'ryapsizlar, bugun osmonni ko'k, yerni ko'k. Qo'lida oy yulduzliq ko'k Sharq Turkistonning bayroqlarini ko'targan Uyg'urlar bugun atdigan Uyg'ur Ali Kengesi'ni tamamlab, növbətdə Xitay hökumətinin Uyğurlarga silayotgan zulmləri, Uyğur eldə yürgüzətgan siyasətlərə qarşı özünün narazılıq namayişini başlab etdi. Məzkur namayişqa bugün dünyanın hər qaysı yerlərindən kelgan, yəni 20 neçə dövlətdən kelgan 150 dan artıq Uyğur vəkil və bir qism axbarat organları, şundaqla xalqaralıq təşkilatlarının vəkilləri olub 200 ga yaxın adam qatnaşdı. Dünyanın hem yerinde yığılgan Şarkı Türkistanlıklar, yani Uygur halkı yürükümüzü ifadelaşka ve onun bizim işgaliyet kılan zeminimizi ve besivağın zeminimizden naiti tehirsiz çiki dalalet kılıçkı keldik. Köpçülük. Biz ettiğen yakışında çarşıdınlar. Tünü gün şunca uzun yollardan besip geldinler. Dünyanın hem yerlerinden sizlarni bütün halkımız vekil kılıp özünün arzu armanları bilen vatanını azat kıladigan birinci safga avatdi. Biz bu yerda turayotganlar ana shu jang maydonida turayotganlar. Biz bu yerda turayotganlar ana shu Sharq Turkistonni, ya'ni Uyg'uristonni, ya'ni Uyg'ur yani bayatin shunda 3 ot bilan atab ketdi. Mayli nima bilan atashdan qat'iy nazar bizning Sharq Turkiston deb oldimizdagi asrda ikki davlatimiz qurilgan. Yani o vatanını azat kılış, tacavuzçılarının tapınıdın, şu vatanımızı takip ediş için biz aldığın sepki çıkan rehberler. Bizim etrafımızda minliğen, milyonluğen halkımızı bizim kollap duruptu. Köpçülük, sizler özənlərinin ornunlarını bilirsə, özənlərinin vekillik ordunu, arzuyunlarını bilirsə, her birinler milyonluğen Şarkı Türkistanlı'nın avazı. Freedom for Turkestan! Freedom for Turkestan! Freedom for Uyghur! Freedom for Uyghur! Shame on China! Shame on China! Shame on China! Shame on China! Shame on Hu Jintao! Shame on Hu Jintao! Shame on Hu Jintao! Shame on Hu Jintao! China!
something with this as background, we probably have to go. Assalomu alaykum hurmatli televizor ko'ruvchilar. Washingtondan Erkin Asiya radiosi uchun Gulchehra ma'lumot bermoqda. Bugun 2011-yil 5-oyning 2-kuni, ya'ni hozirgi vaqt tushdan keyin Washington vaqti 4. Navbatda men Xitoy elchixonasi oldidagi Uyg'urlarning elib berayotgan namoyish maydonidan sizlarga xabar berib turibman. Assalomu alaykum Sayyidin Turk apandi. Bugungi ichilish murosimining shunchalik muvaffaqiyatli bo'ldi, muborak bo'lsin. Rahmat. Endi navbatda elib berayotgan bu namoyishlarning maqsadi va buning ahamiyati haqida qisqacha to'xtalgan bo'lsangiz. Albatta biz bugun Sharqiy Turkiston Uyg'ur Oliy Kengashi uchun bir haftalik Amerikaga safar qildik va Amerikaning poytaxti Washingtonda va Kongress binosida Capitol Hillda natijali bir yig'in o'tkazdik. Yig'inimizdan keyin biz milletimizning umidini, milletimizning niyat maqsadlarini va milletimizga rahbarlik qilayotgan bir oliy organ bo'lgan Dünya Uyg'ur Qurultayiningki bütün nişanını Xitoy elchixonasi oldida milletimizga vakolatan bu yerda biz buni so'zlayapmiz. Bu bo'lsa bizga mustaqillik, bizga erkinlik, bizga hurriyat, bizga insondek yashaydigan bir muhit. Biz buni Xitoyning elchixonasida, Amerikadagi bosh elchixonasi oldida hozir bir necha yuz Uyg'ur qarindoshimiz bilan birga biz buni yuqori ovoz bilan aniq ifoda qilyapmiz. Bugun ko'k bayroqlarimiz Xitoy elchixonasi oldida lafzlanyapti va Xitoy elchixonasi oldida millatimizningki ovozi sado tiziladi. Endi sizningcha mushu bir hafta Washingtonda davom qildigan bu Uyg'ur Oliy Kengashi Xitoylarga qanday bir signal yetkazishni maqsad qilgan? Mencha signal yetkazishni maqsad qilgan masala hosil bo'ldi deb o'ylayman. Qanday deganda Xitoy birinchi qitimda Sharqiy Turkiston xalqining bu darajalik ittifoq ichida Amerikada jam bo'lishi va Sharqiy Turkiston Uyg'ur Oliy Kengashi ismi bilan bu yig'inni o'rinlashtirishiga chidayolmag'lik. Bu Xitoyning jon tomiriga tegishlik. Shu sabab bilan hozir O'rta Osiyodan kelayotgan nurg'un vakillarimizning pasportlari jitlib, bular yerga tashlanib, bularning kelishi amaldan qoldirilgan. Demakli Xitoy buningga chidamadi. Xitoy hozirgi kunda Yasemin inqilobi bu Shimoliy Afrikada bo'layotgan xalq inqilobining, O'rta Sharqda bo'layotgan xalq inqilobining o'ziga chashlaydiganligini va bu ta'sir doirining o'zini yemritib, o'zini parchalaydiganligini biliglik his qilaylik. Bizning naq shu mazgilda o'tkazayotgan Washingtondagi bu Sharqiy Turkiston Uyg'ur Oliy Kengashi millatimiz bilan, Sharqiy Turkiston xalqi bilan, Sharqiy Turkistonning xalqining umidi bo'lgan qurultayninki bir niyat, bir maqsad bilan jam bo'lishining oldini olish uchun Xitoy hozir turli tadbirlar ishlatdi, lekin buningda hech qanday shaklda muvaffaq bo'lolmadi. Biz bugun yig'inimizni ochdik va bugun Xitoy elchixonasi oldida namoyishni qilyapmiz. Xitoy andishi bilan, Xitoy tashvish bilan, Xitoy qo'rquv bilan yashayapti. Shuning uchun internetni, torlarni, butun axborot organlarini to'xtatdi. Men 21-asrda dunyoga jahongir bir davlat bo'laman degan bu iddaodagi bir davlatningki internetni to'sishi demaklik uning qanchalik hayvi ichida, qanchalik andishi ichida ekanligini va o'zining qilgan xato siyosatining Uyg'ur xalqini yo'q qilish siyosatininki natijasini qanchalik ig'ir bir shaklda o'ziga qaytadiganligining bir ifodasi. Biz ishonamizki millatimiz o'z taqdirini o'z qo'liga oladi. Rahmat sizga barliq faoliyatlaringizning utuqli bo'lishini tilaymiz. Sizga rahmat aytaman. Hurmatli Asqarjon apandi, Washington xush keldingiz. Rahmat, xush bulduk. Bu Sharqiy Turkiston Uyg'ur Kengashining ichilish murosimi intayin muvaffaqiyatli o'tdi. Navbatchilar yig'in tamomlab bu ya'ni Xitoy elchixonasining oldiga namoyishga kelibdilar. Endi mushu namoyish qatnashayotganlar shundaqli yig'in kelgan mushu vakillarning qaysi davlatlardan asosiy kelganligi haqida qisqacha tanishtirib o'tgan bo'lsangiz. Bizni ziyorat qilganimiz uchun ko'p rahmat. Biz bu kengashga dünyanın dört bir tarafidan masalan Germaniya, Gollandiya, Belgiya, Norvegiya, Şvesiya, Türkiye, Kazakistan, Kırgızistan, Mısır, Kanada, Japonya o'xshash davlatlardan vakil saylanib keldik. Bu yerga yig'ilishimizning sababi bo'lsa, buningdan keyingi ilib boradigan davomizda ilib boradigan yo'l xaritasini chizish, hozirgacha bo'lgan qilib kelgan ishlarimizninki qisqacha bir analizini chiqarib, buningdan keyin qanday yo'llarni tutmoqimiz,
qandaq ishlarni qilamiz va texi yuqori panliga ko'tarish uchun qandaqdir strategiya tiklab chiqsak bo'ladi. Mushu to'g'riliq muzokara o'tkazmoqchi. Bu muzokara degandek bir hafta davomlashadi. Har yerdan kelgan har turli fikrdagi, har tur iqlimdagi insonlarningki bir ara kelishib, muzokara qilishib, buningdan keyin davomizni texnik yuqori panliga ko'tarish uchun bir yangi yo'l xaritasini chizib chiqish sababi bilan bu yerga kelgan. Rahmat sizga. Endi anglashsak Dünya Uyghur Qurultayının bergan ma'lumotlariga qaraganda Xitoy mushu yig'inni to'sish uchun nurg'un harakatlarni qildi. Endi bu yig'inni Rabiya Qodir xonimning tashabbusi bilan bir yil burun tayyorliklarini boshlagan edi. Bu jarayonda qanday bir to'sqinliklarga uchradinglar, ya'ni Xitoy hukumati tarafidan? Başta deganimizdek bu yig'inga 7-8 oyning yog'i tayyorlanayapmiz. O'tgan yil 9 oyda boshlagan. Bu yig'inninki faqat Dünya Uyghur Qurultayının yig'ini emas bu. Vatan sirtidagi butun Uyg'urlarninki vakillarininki qatnasha olganinki bir yig'ini bu yerda deb o'tilgandek endi umumiy bir fikrga kelish, uningdan bir mazmuni chiqarish sifatida bu nimada bu yig'inning ochilmasligi uchun Xitoy endi biz shu yig'inga harakat o'tganning yog'i boshda bizningki e-maillarimizni tatib, ularning bir-birimizning nomidan bir-birimizga xatlarni avatib, hatto bo'lunmagan paranglarni o'ttirg'a silib bir g'ol chiqarish, yoki bir ziddiyat ko'paytirish uchun bu harakatlarni ifade. Uningdan keyin shu vakillar keladigan davlatlarningki hukumatlarga bisim ishlatib viza bermasligi uchun bo'lib Amerikaning viza bermasligi uchun masalan Qozog'iston, Qirg'iziston o'xshash davlatlardan ba'zi vakillarimiz kelimiz deb yo'lga chiqqan bo'lsa-mu aerodromdan qaytib ketish majburiyati qoldi. Undan keyin Amerikan hukumati o'zigimi bunda bir yig'ilishning bo'libmi nimada iç kongres altında içilmasligi, bunun u yerda yo'l qo'ymasligi uchun harakatlar bo'pti. Yalnız bu yig'in qilam emas. Lekin g'alaba qilamidi. Yalnız bu yig'in qilam emas. Bizningki hozirgacha dunyoning qayerda bo'lsin, masalan Yevropa parlamentosidan tutun Germaniya parlamentolari, Kanada parlamentolari, İtalya, Shveysariya, Avstraliya parlamentolarigacha ichilgan butun yig'inlarimizni hozircha to'sab kelish uchun qo'ldan kelgan butun g'ayratni, butun kuchini ishlab keldi. Lekin hech birisida g'alaba qilamidi. Chunki Xitoyninki o'ylamay tushunmayotganligi bu g'arb davlatlarininki sutning bisimiga bo'yin egmaydiganligi, sutdan bisim ishlatgan sirati buningga reaksiyaning ko'paydiganligini bilamay qilyotidi. Shuning uchun Yevropa parlamentidimi necha yig'in o'tkazdik. U yerda Rabiya xonimni kirgizmanglar, qurultayning yig'inlarini u yerda ochmanglar, Uyg'urlar u yerda platform tayyorlab bermanglar deb nurg'un xatlarni va bu protestolarni qilgan. Ammo hozircha biz butun faoliyatlarimizni deganimizdek etkiliyotimiz. Davomli tilayman sizlarga barliq faoliyatlaringizning g'alabalik oxirlashishini kutamiz. Ko'p rahmat sizga ziyoratingiz. Rahmat. Freedom for Uzbekistan! Freedom for Uyghur! Freedom for Uyghur! Hürmetli televizor ko'ruvchilar, navbatda Washingtonda, ya'ni Washingtonga joylashgan Xitoy elchixonasi oldidagi Uyg'ur faoliyatchilarining namoyishi hozir tamom bo'ldi. Bu namoyish 200 cha odamning qatnashishi bilan 2 soatcha davomlashdi. Bugun ya'ni 2 may, erta 3 may Sharq Turkiston Uyg'ur kengashining yig'in faoliyatlari rasmiy boshlandi. Biz yig'in maydonidan naq maydon xabar beramiz. Xabardor bo'lgaysizlar. Rahmat.